Ekzema bo'pti, qo'llarida ekzema toshib ketibdi, oyoqlarida ekzema, barmoqlari namlanib, suvlanib ketibdi, suv ochib ketibdi, qo'llari bilan shunday qashib yotibdi, qizarib ketgan, po'sti tashlab ketgan, shunaqa holatlar, ekzema bo'lib qolibdi degan so'zlarni ko'p eshitamiz. Assalomu alaykum. Bugun aynan shu kasallik haqida sizlarga gapirib beraman. Ekzema kasalligi bu teri kasalliklari orasida eng ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Sababi buning kelib chiqishida sabab bo'ladigan faktor tashqi tomondan. Tashqi faktor birinchi o'rinda turadi. Ko'pincha qo'l va oyoqlarda shu kasallik kuzatiladi. Ayollarda ham birdek uchraydi, erkaklarda ham uchraydi. Ayollarda qanday? Ko'p holatlarda uy bekalarida idish-tovoq yuvadigan gellardan, kir-sovun, parashoklardan, har xil kimyoviy tozalash vositalarini bevosita qo'limizga kontaktni evaziga, tegishini evaziga va uzoq muddat shu vositalardan foydalanishimizdan keyin kelib chiqadigan kasallik. Erkaklardachi? Erkaklarda uy ro'zg'or buyumlari qilmaydi ular. Ular qo'li bu narsalar bilan bevosita bog'liq yoki kontakt bo'lmaydi-ku. Erkaklarda ham uchraydi. Erkaklarda odatda ustalarda, ustachilik qilganda ohaklar, qurilish materiallari, ayniqsa sement qurilish materiallarini ko'proq ishlatgan usta akalarimizda ham demak ekzema kasalligi kelib chiqishi mumkin. Bu birinchi va eng asosiy sabablardan biri. Ikkinchi ham eng asosiy sabablardan biri bu nevrologik status. Aksariyat dermatolog vrachlar o'z hayoti tajribasida davomida ko'p ekzema bo'lgan kasalliklarda stress faktori birinchi o'rinda turganligini kuzatgan. Shu asabiylashish, emotsional zo'riqish, jahldorlik, jizzaklik shu belgilar tufayli ekzema kasalligini qo'zg'alishini kuzatgan. Ko'p dermatologlar demak buni boshdan kechirgan. Bemorlar murojaat qilib kelgan. Endi ekzema kasalligi, ekzemaning turlari ko'pda edi. Masalan, chin ekzema, kasbga bog'liq, mikrobniy ekzema deydi, quruq ekzema deydi. Juda ham xillari ko'p va o'sha o'ziga yarasha demak xillariga qarab davolash standartlari ham bo'ladi. Ekzema o'zi aytdik qo'lda, barmoqlarda va oyoqlarda ko'proq uchraydi. Ekzema kasalligi qanday rivojlanadi? Yaxshilab tushuntirib beraman. Qanday rivojlanishini? Ayollar yoki erkaklar tashqi muhit bilan bevosita bog'liq. Masalan, ayollarda kosmetik, kimyoviy tozalash vositalaridan uzoq vaqt qo'lga shu vositalarning bevosita ta'siri natijasida nerv impulslari og'riqni yoki hidni yoki issiqni yoki sovuqqa reaksiya bildiradi va teri ostida asetilxolin degan modda ko'payib ketadi. Va natijada teri qizaradi. Qizaradi, teri ostida qattiq tugunchalar paydo bo'ladi. Asetilxolinning ko'payishi natijasida terida qichishish boshlanadi. Shunchalik kuchli qichiydiki, teri ostidagi tugunchalargacha yetib boradi. Tugunchalar ochiladi, yoriladi, suvlanadi, pilchiraydi. Mana ekzemasiga. Bu holatda birinchi o'sha tashqi muhitning bevosita bog'liqligi. Hali tepada aytib o'tdik, ikkinchi asosiy muhim belgilardan, sabablardan biri bu nevrologik status. Inson asabiylashganda bir marta emas, doimiy, mudom, kun davomida, oylab, yillar davomida stressda, zo'riqishda, asabiylashib yurganda oshqozonning kislotalik muhiti yo pasayib ketadi yoki ko'tarilib ketadi. Aynan gastrit alomatlari yuzaga chiqish boshlaydi va bu ham ekzema kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytyapmiz, ekzema kasalligini
ko'proq tashqi va nerv faoliyati bilan bog'lashimiz mumkin bo'ladi. Ekzema kasalligini yuqumlimi deb so'raydi biroqlar. Yo'q, bemalol qo'l berishib ko'rishavering. Bu yuqumli emas, ya'ni suvlanib, namlanib turadi. Bemalol ko'rishsangiz bo'ladi. Prosta endi o'zingizga olmasangiz bo'ldi. Kimdir ko'ngliga oladi-da, sal boshqacha bo'lib qoladi. Yo'q, bu ekzema kasalliklari, aksariyat teri kasalliklari ko'p kasalliklar yuqumli emas. Ba'zi bir bitta ikkita kasallikdan tashqari. Shuning uchun bu ekzema kasalligi nevrologik, allergik kasallik hisoblanadi. Xo'sh, ekzema kasalligini davolashda biz qanday chora-tadbirlarni va qanday ketma-ketlikda bu ishni olib borsak, ekzema kasalligidan qutulamiz. Ekzema kasalligidan qutulishimiz uchun birinchi navbatda uni keltirib chiqaradigan faktorni to'xtatishimiz kerak. Agar erkaklarda qurilish materiallaridan, masalan, sementlardan, ohaklardan, ishqorlardan ko'proq foydalanayotgan payt to'xtatiladi. Shu ta'sir to'xtatiladi. Agen to'xtatiladi. Allergen shu teridan uzoqlashtirilishi kerak. Va o'z navbatida ayollarda ham shu holat, kimyoviy tozalash vositalaridan batamom to'xtatiladi, uziladi, izolyatsiya qilinadi. Ana endi konservativ lecheniya qilinadi. Konservativ lecheniya antigistamin preparatlar birinchi. Chunki ekzema kasalligida kuchli qichishish bo'ladi. Qichishish shunchalik kuchli bo'ladiki, hattoki bu qichishish insonning asabiga tegib ketadi. Qichishish shunchalik kuchli bo'ladiki, inson qashlayverishdan oxir og'riqqa boradi. Og'riq ham bo'ladi va yana ham insonda psixoemotsional holat salbiy tomonga o'zgaradi. Antigistamin preparatlar, ya'ni ko'proq ekzema kasalligida birinchi va ikkinchi avlod antigistamin preparatlari yaxshi naf beradi. Uchinchi va to'rtinchi avlod antigistamin preparatlari bor, lekin birinchi va ikkinchi avlod antigistamin preparatlari bilan davolasak, yaxshi samara olamiz, effekt bo'ladi. Effekt kuzatiladi, ko'rinadi. Keyingi etap, stress faktorini kamaytirishimiz uchun o'sha bemorda tinchlantiruvchi vositalardan berishimiz lozim. Sidavits, Persin 40, ko'p bunaqa tinchlantiruvchi vositalarimiz. Oshqozon ichak traktini himoya qilishimiz kerak. Oshqozon shilliq qavatini himoya qilishimiz kerak. Hali tepada aytib o'tdik. Inson stressga yo'l qo'yganda, stressni boshidan kechirayotgan paytida oshqozonning kislotalik muhiti yo kamayib ketadi yoki oshib ketadi. AMS preparatlari oshqozon shilliq qavatini parda qilib himoya qilib olish kerak va davolanish davom ettiriladi. Yana bitta davo turlaridan biri geosensibilizatsiya preparatlaridan. Fizrastivor, kalsiy glyukonat yoki tiosulfat natriy preparatlaridan qo'llasak bo'ladi bemalol. Vitamin terapiya обязательно kerak. Vitamin terapiya ham bemorda immun tizimini ko'tarib beradi va mikroelementlar bilan organizmni defitsit holatdan chiqarib beradi. Narujniy, ya'ni tashqi mahalliy davo birinchi o'rinda turadi. Agar nam teri sohasi bo'lsa, uni quritib olishimiz kerak. Bizda ko'p bemorlarimizda shunday xatolar bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri pilchirab turibdi, teri namlanib turibdi. To'g'ridan to'g'ri nam teriga mazlardan foydalanadi. Yana o'z navbatida bu mazlar yana kuniga 2 marta suriladi. Nam teriga mazlar hech qachon surilmaydi. Yanada pilchiraydi. Yana ikkilamchi infeksiya tushadi va jarayon jiddiylashadi. Agar jarayon o'choq nam bo'lsa, uni quritib olishimiz kerak. Kastilyanka preparatlari bor. Primochkalar bilan quritib olib, krem yoki mazga yo'l ochib berishimiz kerak. Krem yoki mazga bizlar shu terimizni tayyorlab berishimiz kerak. Shu ekzema kasalligini ketkazishimiz uchun. Albatta maz yoki krem. Krem odatda nam teri sohasiga surilsa, mazlar quruq teri sohasiga suriladi. 2 mahal kuniga surish, 2 haftagacha sursa bo'ladi. Odatda keyingi masala, iloji boricha antigistamin preparatlarini 1 oygacha berganimiz yaxshi, chunki 1 oygacha berganimiz o'sha bemorda allergenlarga nisbatan sezuvchanlikni pasaytirib turishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu kasallik muammosini birga yechamiz. Agar sizda ham shunday kasalliklar
kuzatilayotgan bo'lsa, shu kasallik sizni qiynayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozing. O'z fikrlaringizni, shikoyatingizni yozing. Men albatta javob qaytaraman. Qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Sizlar bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.